Salom, sizlar bilan O'zimcha Yo'ldashev. Ushbu videoda biz sizlar bilan qanday qilib Amarkets brokerdan turli xil hisoblar ochish va aynan bizga kerakli islomiy hisob ochish, ya'ni islomik hisob ochishni ko'rsatib o'taman va buni qanday qilinishini ko'rsatib beraman. Demak, Amarkets kabinetiga kirib olasiz. Buni demak telefonda ham, kompyuterda ham birday qilishingiz mumkin. Hammasi oddiy va oson. Agar siz hali registratsiyadan o'tmagan bo'lsangiz, video ostida yoki Telegram gruppamizda silka qoldirganman. Ana shundan registratsiyadan o'ting va promo kodlar ham qoldirganman. Shundan foydalanib oching. Agar telefondan ochayotgan bo'lsangiz ham silkadan oldin ochib, keyin Amarketsni mobilniy programmasini o'rnatib oling. Ana undan keyin foydalaning. Shunda sizda hech qanday muammo bo'lmaydi. Demak, hurmatli do'stlar, demak saytga kirib olamiz. Mana kirdim. Kirganingizda mana bu yerda mana nastroyki bo'limiga o'tsangiz, bu yerda mana MyScheta bo'limi bor. Shu yerga MySchetaga ochsangiz, bu yerda sizda nechta hisob bo'lsa hammasi turadi. Hozir menda atiga bittagina hisob bor ekan. Agar glavniyaga ko'radigan bo'lsam, e'tibor bersak, bizda ikkita narsa bo'ladi. Ya'ni bitta koshelok bo'ladi. Mana bu koshelok raqamimiz hamyon va bitta hisob bor bizda. Mana bu koshelok bu umumiy, ya'ni jami pullaringizni shu yerda saqlashingiz mumkin. Bu savdoga ishlatilmaydi. Bu faqatgina pullarni saqlash uchun. Mana bu hisob esa savdo qilasiz xohlasangiz. Hozir men misol mana shu hisobimni xohlasam nimaga o'tkazishim mumkin? Islomiy hisob qilishim mumkin. Yoki keling bitta yangi hisob ochaylikda, o'sha ochgan hisobimizni o'tkazamiz. Demak, buning uchun yana настройки qilamiz. Настройки menyusidan Открыть торговый счет tugmasini bosish orqali hisob ochishimiz mumkin. Bosamiz. Ya'ni men ikkita qilmoqchiman-da. Endi hisoblar 3 xil bo'ladi, qarang. Standart hisob, ESN va zero hisob. Bularning nima farqi bor? Shu yerda aytib ketaman. Demak, standart hisob bu oddiy spreadli hisob. Bunda faqat spread bo'ladi. Spreadlari biroz ko'proq bo'lishi mumkin, lekin yaxshi bo'ladi, udobniy. Ikkinchisi ESN hisobda spreadlar kamroq bo'ladi, lekin komissiya ham bor. Yana zero hisobda nima bo'ladi? Faqat komissiya bo'ladi, xolos, spread bo'lmaydi. Qaysi biri sizga ma'qul kelsa, shunda ish boshlashingiz mumkin. Faqat yana bitta shartlari, standart hisobda siz $100 dan boshlab ish boshlaysiz. Ya'ni birinchi pul to'ldirish kamida $100 bo'lish kerak. Mana ESN va zero da esa bularda eng kamida birinchi boshlang'ich depozit $200 bo'lish kerak. Shunda bu ikkalasida ish boshlay olasiz. Bir marta to'ldirgandan keyin unaqa majburiy talab yo'q. Bu faqat birinchi marta pul to'ldirish uchun talab xolos. Endi platformani belgilaymiz. MetaTrader 4 yoki 5. Qaysi biri ma'qul kelsa. Misol menda 5 bor edi, 4 ga ochmoqchiman. Endi valyutani dollarda yoki rublda belgilashingiz mumkin. Endi aynan rublda ishlamoqchi bo'lsangiz, Rossiya hududida bo'lsangiz rubl belgilaysiz. Biz dollarda ishlay qolamiz. Endi plechani belgilaysiz. Plecha 1 ga 1dan 1 ga 1000 gacha hozircha belgilash mumkin ekan, lekin biroz vaqt savdo qilganingizdan keyin, kamida 1 lotli, 2 lotli savdo qilganingizdan keyin 1 ga 2000, 1 ga 3000 gacha ko'tarishga ruxsat beradi. Lekin bizga 1 ga 1000 ham yetadi. Endi pastdagi Открыть счет tugmasini bitta bosamiz va bizga hisob ochiladi. Mana, hisob ochildi. Va hisobimiz login parollari qayerda desangiz, mana hisobimizning login parollari xuddi shu yerda bizga ko'rsatilmoqda. Mana pastki qismda bizga ko'rsatilyapti. Undan tashqari emailimizga ham xabar borgan. Endi agar terminalni yuklab olmagan bo'lsak, bu yerda mana Windows uchun terminalni yuklab ol deb bizga tayyor havola ham beryapti. Mana для Windows degan tugmani bossak, Amarketsni mana terminalni yuklab oladi mana. Yuklab oldi. Buni bemalol o'rnatib ishlatsak bo'ladi. Xo'p, bu tushunarli. Demak, avvalgi videolarimizda demak men qanday qilib terminal o'rnatish haqida ham video qilganman. Buni ham ko'rib olsangiz bo'ladi. Demak, hisobni ochib oldik. Endi yana настройкиga o'tamiz va настройкиga o'tganimizdan keyin smena tip счета degan yer bor. Ana shuni ustiga bitta bossak, ya'ni hisobimizni turini o'zgartirsak bo'ladi. Mana smena tip счетаga mana belgilaymiz, qaysi hisobni ochgan bo'lsak. Misol hozir biz qaysi hisobni ochdik? Xo'p, hozir esingizdan chiqib qolsa, mana glavniyaga o'tib yoki настройки MySchetaga o'tasizda ko'rib olasiz. Demak, menda ikkita hisob bor, mana MT4 va MT5. Ko'rib olasiz qaysi hisobingiz. Mana misol uchun 1802 hisobimni men nimaga o'tkazmoqchiman. Demak, boshqa hisob turiga, demak, yana настройки, smena tip счета, o'sha 1802 hisobimni belgilayman. Va выберите tip счета degan yerga bosib, uni demak nima qilsam bo'ladi? Hozir bu standart hisob, standartdan ESNga o'tkazsam bo'ladi. Mana ESN qilaman-da, izmenitni bitta bossam, demak bu hisobim nimaga ESNga o'zgaradi. Xuddi shu tarzda bo'ladi.
Endi bu hisobni tipini o'zgartirish. Lekin biz hali islomiy hisob qilganimiz yo'q. Endi islomiy hisob qilishimiz uchun nima qilamiz? Bunda ham nastroykaga o'tamiz va u yerda islomiy счет tugmasiga bitta bosishimiz kerak. Bosamiz, ochiladi va bu yerda ham hisobni belgilaymiz. Misol uchun mana shu 18.02 hisobimizni belgilaymizda Viberity tip счетga bosamiz. Bu yerdan so'rayapti, senga standart islomiy qilaylikmi yo YSN hisobmi deyapti. Biz standartni belgilaymiz. Demakki, bunda faqat spread bor, komissiya yo'q. YSNda spread kamroq, lekin komissiya bor. Standartga bo'la qolsin va izmeniti bitta bosamiz va bo'ldi, mana zaявка успешно исполнена dedi. Ko'ryapsiz, bu hisobimiz demak islomiy hisobga o'zgardi. Mana standart islamik deb yozuv chiqib qoldi va endi bu hisobdan biz hech qanday swap to'lamaymiz. Ya'ni swap bilmaganlarga eslatib o'taman. Ya'ni siz stelkani bir kundan oshiq qoldirsangiz swap solig'i olinadi sizdan. Ba'zi bir diniy tomondan qaraganda bu nima deydi, ribo bo'ladi, harom bo'ladi deb ko'pchilik buni mashijoytini yoqtirmaydi. Mana sizga variant. Endi siz buni 30 kun ishlab turasizmi, 100 kun ishlab turasizmi stelkangizda sizdan hech qanaqa swap olmaydi, bemalol ishlashingiz mumkin. Demak, islomiy hisobga o'tkazish jarayoni mana shundan iborat. Buni siz bemalol telefon orqali ham qilishingiz mumkin. Demak, hurmatli do'stlar, Amarketsda islomiy hisoblarni ochish jarayoni yoki oddiy hisoblaringizni islomiy hisobga o'zgartirish jarayoni mana shunday oddiy va oson va tushunarli. Men buni demak rus tilida ko'rsatdim. Agar biz mana buni o'zbek tiliga o'zgartirib olsak ham mana bunda ham mana sozlamalar va bu yerdan hisob turini o'zgartirish orqali o'sha YSNdan standartga, standartdan 0 ga qilib o'zgartirasiz yoki islomiy hisob deganga o'tasiz. Hisobni tanlangan tanlaysiz, hisob turini tanlangan keraklisini tanlaysiz va o'zgartirishni bosasiz. Ya'ni o'zbek tilida ham bir xil ketaveradi, farqi yo'q. O'zbek tilimi, rus tilimi ikkalasini tushunish oson, chunki bu yerda ortiqcha so'zlar yo'q. Demak, hurmatli do'stlar, menimcha ushbu video tushunarli bo'ldi. Agar siz hali ham Amarketsdan registratsiya qilmagan bo'lsangiz, video ostida yoki Telegram gruppamizda yoki saytimizda silkalar qoldirilgan. Bemalol registratsiyadan qiling, bemalol ishlasangiz bo'ladi. Sizlar bilan keyingi videoda ko'rishguncha